Siz g'olibsiz. Va bu tasodif emas. Bir paytlar siz millionlab boshqalar bilan poygada edingiz. Va siz yutdingiz. Bu sizning birinchi g'alabangiz edi. Birinchi kun. Siz faqat bitta hujayra edingiz. Ammo shu bitta hujayraga butun hayotingiz sig'gan edi. 3 kun o'tdi. Siz 2 ga bo'lindingiz, keyin 4 ta. Keyin esa 8 ta bo'ldingiz. Bir hafta ichida siz minglab hujayralarga aylana boshladingiz. Ularning har biri o'z joyini topdi. 3-haftada yuragingiz birinchi marta urdi. Hali tovush yo'q edi, lekin hayot boshlangan edi. 6-haftada miyangiz ishlay boshladi. Siz hali hech narsani ko'rmadingiz, lekin his qila boshladingiz. 2-oyda qo'llaringiz va oyoqlaringiz paydo bo'ldi. Barmoqlaringiz shakllandi. Siz hali juda kichik edingiz, lekin allaqachon inson edingiz. 3-oyda esa siz harakatlana boshladingiz. Onangiz buni hali his qilmasa ham, siz ichkarida suzib yurardingiz. 5-oyda siz ovozlarni eshita boshladingiz. Tashqi dunyoning ilk tovushlari. 6-oyda ko'zlaringiz ochildi. Yorug'lik va qorong'ulikni farqlay boshladingiz. 7-oyda siz nafas olishni mashq qildingiz. Hali havo yo'q edi, lekin o'pkangiz tayyorlanayotgan edi. 8-oyda siz tobora kuchayib bordingiz. Har kuni biroz kattaroq, biroz kuchliroq. 9-oyda esa siz tayyor edingiz. Dunyoni ko'rish vaqti keldi. Siz hali tug'ilmasdan oldin shuncha to'siqlarni yengib o'tdingiz va o'sha kuch hali ham sizning ichingizda. Shuni hech qachon unutmang.